Assalomu alaykum, Proktolog o'z kanalining kuzatuvchilari. Bugun juda ko'pchiligingizdan so'ragan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Men o'ylaymanki, bu ko'pchilik uchun foydali. Ayniqsa proktologik operatsiyalar o'tkazgan bemorlar uchun ancha foydali bo'ladi degan umiddaman. Ya'ni bugungi mavzuyimiz proktologik operatsiyalardan keyin jarohatni parvarishlash. Ya'ni operatsiyalardan keyingi jarohatni qanaqa qilib o'sha sharoitda to'g'ri parvarishlash haqida bugun gaplashamiz. Demak, bemorlar proktologik operatsiyalarni o'tkazgandan so'ng, deylik, u misol uchun gemoroy bo'lishi mumkin. Operatsiyasi yo lazer bilan xoh biz lazer yoki treshina bo'lishi mumkin. Anal yorug'i masalan, parapraktitlar bo'lishi mumkin, svishlar bo'lishi mumkin, epitelal ko'pchilik kistalarni o'ldirgan bo'lishi mumkin, kriptitlar, papillitlar, umuman har qanaqa proktologik operatsiyalar o'tkazgan bemorlarga standart yara parvarishlari bor. Endi to'g'ri, masalan, kasallikka qarab qaysi biridir bitta ikkita o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin standart proktologik, demak, parvarish bor. Bular nimadan iborat? Bularning birinchisi navbatda bemorlar, mana bemor o'rtacha 3 kun больницада yotgandan keyin uyga ruxsat beriladi. Operatsiya qilish bu bemorni kasallikdan qutqazishni o'rtacha olganda bir 30% ni tashkil qiladi. Ya'ni butun bir kasallik 100% desak, shuni operatsiya qilishi bir 30%. Qolgan 70% bemorni operatsiyadan keyingi davrda to'g'ri parvarishlash, yarasini o'zini to'g'ri tutishi, berilgan tavsiyalarga to'g'ri amal qilishi bilan birga kechadi. Demak, yara parvarishlarda birinchi navbatda nimaga e'tibor beramiz? Birinchi navbatda bemor uyga ruxsat berilgandan keyin bemorga tavsiya beriladiki, har safar hojatga kirganingizda, ya'ni ichki kelganda, katta hojat kirganda, albatta orqani iliq suv bilan yuvib tashlash kerak. Mustahab deymiz, oddiy tilda aytib. Mustahab qilishimiz kerak, ya'ni tahorat qilishimiz kerak yoki ko'pchilik tahorat deb tushunishi ham mumkin. Umuman olganda iliq suv bilan yuvish kerak. Bunda hech qanaqa hojatdan keyin, mana ichis kelgandan keyin hech qanaqa tualetning qog'ozlar, salfetkalar, vlajniy salfetkalar ishlatish kerak emas. Sababki jarohatga o'sha salfetka yumshoq bo'ladimi, qattiq bo'ladimi, tekkan vaqtda og'riq berishi mumkin, mikrotravma berishi mumkin va bemorda og'riq holatini kuchaytirib yuborishi mumkin. Demak, qog'ozlar ishlatish mumkin emas. Yaxshisi, eng yaxshisi toza, iliq suv bilan yuvib tashlash. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya bemorlarga aksariyat proktologik kasalliklarda tavsiya qilinadi, bu vannichka qilish. Vannichka qilish bu iliq suv bilan bo'lishi mumkin yoki issiqroq suv bilan bo'lishi mumkin. Umuman olganda tog'ora yoki vanna o'sha sharoitda endi qaysi bo'ladigan bo'lsa, ichiga issiqroq suv solinadi, bir 39-40 gradus atrofidagi suv. Ichiga topilsa margansovka, topilmay qolsa ramashka qo'shiladi. Margansovka bo'ladigan bo'lsa, och rangda, juda och rangda margansovka qo'shish kerak. Shu o'rinda bir narsa aytib o'tish kerak, margansovkani ko'p sovurish orqaga ajok berib qo'yishi mumkin, terini kuydirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ko'p miqdorda margansovka qo'shish tavsiya qilinmaydi. Agar uyda margansovka bo'lmasa ham, ramashka bo'lmasa ham, furatserin topilmagan taqdirda ham shart emas imonni nimadir qo'shish. Bu yerda maqsad issiqlik berish, orqaga issiqlik berish. Sababi orqada, misol uchun proktologik operatsiyalardan keyin og'riq bo'lishining asosiy sababi orqadagi spazm, kuchli spazm bo'lib qoladi. Mushaklar tonusi oshib ketib qoladi. Shuni hisobiga bemorlar og'riqni his qiladi. Issiqlik ta'sir qilsak, ya'ni issiq suvga o'tirsak, issiqlik bersak, bu joyga spazm yumshaydi. Oddiy fizika qonuni, issiqlik ta'sirida jismlar nima qiladi? Kengayadi. Sovuqlik ta'sirida to'rayadi. O'shaning uchun issiqlik bersak, demak, orqada ancha yengillik his qilinadi. Suvning harorati bu yerda 39-40 gradus. Buni bilishning eng oson yo'li tog'ora yoki vanna olamiz. O'tirib ko'rsak ham bo'ladi yoki qo'limizni bundoq tiqib ko'rsak ham bo'ladi. Agar qo'limizni bundoq tiqib suvni ichiga solib ko'rganimizda birinchi solganimizda issiqlik qiladi, lekin 5 sekund, 10 sekund ushlab tursak, o'sha organizmga yoqadigan, yoqib qoladigan suv bo'ladi. Moslashib qoladigan suv bo'ladi. Shunaqa suvga demak o'tirib, demak 10-15 daqiqa vannicha qilishimiz kerak. Bu ikkinchi tavsiya. Uchinchi tavsiya, demak vannicha qilib olganimizdan keyin yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Og'riq bo'lgan vaqtda eng yaxshi og'riq qoldiruvchi narsa tabletka ham emas, ukol ham emas, boshqa ham emas, eng yaxshisi vannichka. Issiq vannicha qilish har qanaqa proktologik operatsiyalardan keyin ancha yordam beradi. Xo'p, uchinchi tavsiyamiz bu demak yarani bevosita dorilar bilan, ya'ni antiseptik vositalar bilan yuvish, tozalash. Bularga nima kiradi? Birinchi navbatda demak vodorod peroksid, 3% vodorod peroksid bu aptekada sotiladi. Demak, yara bo'ladigan bo'lsa, vodorod peroksid bilan yuvib olamiz. Shpris bilan yuvib olish mumkin, davleniya sepib yoki oddiy bint bilan yoki salfetka bilan, tampon bilan artib olish mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, quritamiz. Uni orqasidan keyin ikkinchi antiseptik vositamiz bu betadin. Bemorlarning yodga allergiyasi bo'ladigan bo'lsa, sababi betadin tarkibida yod bor.
adashtirib qo'ymang, yod bilan betadin bu ikki xil narsa. Yodni o'zini bevosita ishlatish orqaga ajab berib qo'yadi. Betadin bu tayyor rastvor, bu orqani demak antiseptik tozalash maqsadida qo'llanilgan narsa. Unda bemorlar boshqa turdagi antiseptik vositalardan foydalanishi mumkin. Bularga nima kiradi? Masalan, xlorogeksidin, miramestin, xlorofillip yoki dikasan va shu kabi dori vositalardan, antiseptik vositalardan, rastvorlardan foydalanib yaraga obrobotka qilinadi. Quritib olinadi. Va uchinchi qo'llanilgan narsa, biz ko'proq imonni men ko'proq tavsiya beraman, bu Vishnevskiy emas. Vishnevskiy emas, o'sha hamma biladigan xalq tilida sassiq maz deyiladi. O'sha mazdan foydalanish mumkin. Agar og'riq juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, unda demak tarkibida og'riq qoldiruvchi dori vositalar saqlaydigan mazlar bor. Masalan, Relief'da Advance bor, kremi. Uni tarkibida benzokayni bor, og'riq bosuvchi. Yoki emladigan krem bor. Bu ham tarkibida demak lidokain saqlaydi. Yoki Practic Iskulan degan maz bor. Buni tarkibida ham og'riq qoldiruvchi vositalar bor. Aynan o'sha Vishnevskiy maz ishlatishdan oldin o'sha mazni surtib, orqadan Vishnevskiy maz qo'yib, ustidan salfetka yopib qo'yish kerak. Demak, bu yarani dori vositalar bilan parvarishi. Perivaska deyiladi oddiy tilda. Perivaska qilish kuniga necha mahal? Kuniga perivaska qilish bir mahal. Agar kun davomida hojatga chiqadigan bo'lsangiz, ya'ni kun davomida ichingiz kelib qoladigan bo'lsa, tepada sanayotgan orqani tozalab, vancha qilib, yana boshqatdan mazlarni joyiga qo'yib qo'yish kerak. Demak, keyingi tavsiyamiz va bu tavsiyamiz ko'pchilik qilishga qiynaladi, lekin qilmasa bo'lmaydigan narsa. Sababiki buni qilsangiz og'riq ancha yengillashadi, yarani bitishi tezroq bo'ladi. Bu nima? Aynan o'sha maz qo'yayotganda Vishnevskiy maz bo'ladimi, yoki tepada sanayotgan og'riq qoldiruvchi dorilari bor mazlar bo'ladimi? Bularni ichakning ichki tomoniga olib kirib qo'yish kerak. Ya'ni tashqariga qo'yganingiz bilan bu yaraga unchalik ta'sir qilmasligi mumkin. Sababi masalan sizda gemoroy ichki bo'ladigan bo'lsa, trishina ichkarida bo'ladigan bo'lsa, tashqarida mas qo'ysangiz u effekt bermaydi. Ya'ni dori yetib bormaydi qo'pol qilib aytganda yarada. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Mazni olib turib, barmoq yordamida ichkariga sekin harakat bilan ichkariga olib kirib qo'yish kerak. Ko'pchilikka yoqmaydi, og'riq bo'lishi mumkin, ozgina bezovtalik bo'lishi mumkin. Lekin ishoning, mana orqadagi spazmni birinchidan barmoq yordami kirganda ochib yuboriladi, ikkinchidan mazni ichkariga yetkazib yuboriladi. Va kun davomida yaxshi yurasiz. Hojat kirganda ham uncha qiynalmaysiz. Bu mazni ichkariga qo'ygandan keyin. Demak, bu navbatdagi tavsiyamiz edi. Undan keyingi tavsiyalar bemorlarni demak uzoq vaqt o'tirmaslik. Ya'ni imkon qadar o'z tavsiya beraman 10-14 kungacha o'tirmasdan yurish, masalan, yurish mumkin, yotish mumkin, sayr qilish mumkin, boshqa ishlarni qilish mumkin, lekin o'tirmasdan. Ovqatlanganda ham ilojda yonboshlab yoki yotib ovqat yeyish kerak. 10-14 kundan keyin bemor sekin 20 daqiqa, 30 daqiqa davomida o'tirish mumkin, keyin turib yana ozgina qonni aylantirib, yana o'tirishni davom ettirish mumkin. Og'riq ko'tarmaslik, 5-10 kilogacha og'riq ko'tarmaslik tavsiya qilinadi. Bundan tashqari bemorlarda imkon qadar ichni qotirmaslikka harakat qilish kerak. Yana bir sabab og'riq kuchayib ketishiga yana bir sabab operatsiyadan keyin. Bu birinchi sabab orqadagi spazm bo'lib qoladigan bo'lsa, ikkinchi sababi bemorlarning ichini qattiq kelib qolishi, ya'ni zapor bo'lishi yoki tyordiy kal, qattiq massali axlat kelib qolishi ham demak bemorlarda og'riqni kuchaytirib yuboradi. Sababki yara bor, yaradan demak axlat chiqayotganda yaralarni ozgina travma berib o'tadi, tim bo'lib qattiq axlat chiqayotganda og'riq kuchayib ketishi mumkin. O'shanaqa vaziyatda imkon qadar ichni yumshatuvchi dorilarni ichib turgan ma'qulroq. Deylik, masalan, difalak bo'lishi mumkin. Undan tashqari laktozalar bor, mukofaltlar bor, forlakslar bor. Shunga o'xshagan bir qator dorilar borki, ularni demak ichni yumshatuvchi xususiyati bor va hojatga yengilroq chiqishni ta'minlab beradi. Bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketishim kerak. O'rtoqlar, ko'pchiligimiz operatsiya bo'lgan bo'lsa, vrachlar ko'pchiligi sizga Levomikol tavsiya qilishi mumkin, Aflamilit maz tavsiya qilishi mumkin. Men shaxsan vrach sifatida bu mazlarni tavsiya qilishni buyurmayman. Sababki Levomikol mazi bu yarani regeneratsiyasini, to'qimani regeneratsiyasini kuchaytiradi, ya'ni bitishini tezlashtiradi. Yaxshi-ku, yarani tezroq bitgani deyishingiz mumkin, tabiiy savol paydo bo'ladi. Yarani bitgani yaxshi, lekin bir yomon tomoni borki, orqadagi agar operatsiya, katta operatsiya bo'lgan, masalan, gemoroy 4-daraja bo'lgan va ko'p joydan gemoroy tugilib olib tashlangan bo'ladigan bo'lsa, bunda biz Levomikol yoki shunga o'xshagan yarani bitishini, reparatsiyasini kuchaytiradigan dorilarni ishlatadigan bo'lsak, bu ertaga orqaga to'rayib qolishiga olib kelib qolishi mumkin. Orqa to'rayib qolishi bu seryozni patologiya. Ya'ni bemor hojatga borganda hojat chiqarish qiyin bo'ladi, orqa to'rayib qolganlik hisobida qiynalib o'tiradi, kuchanib o'tiradi, qattiqroq axlat keladigan bo'lsa, chiqarayotgan vaqtda yana treshina, yana og'riq berib qolishi yoki qonab ketishi ehtimolligi bor. Shu maqsadda men bemorlarimga imkon qadar
Livamicol yoki shunga o'xshagan yarani bitishini tezlashtiradigan mazlarni tavsiya bermayman. Eng yaxshisi, eng ishonchlisi bu Vishnevskiy emas. Agar zarur bo'ladigan bo'lsa, bu qo'shimcha qanaqadir og'riq qoldiruvchi dorilarni o'zida saqlaydigan kremlardan, mazlardan, gellardan foydalanish mumkin. Demak, bu navbatdagi tavsiyamiz edi. Yana bir navbatdagi tavsiyamiz, bemorlar imkon qadar operatsiya bo'lgandan keyin, ayniqsa bu holat juda ko'p uchrab turadi. Siz bosh joyda operatsiya qildirasiz, kimdir sizni operatsiya qilgan, lekin boshqa vrachga siz o'z shikoyatlaringizni aytib o'tirasiz. Masalan, menda ko'p bo'ladi. Men doktor, u yoqda operatsiya qildirdim, mana bunaqa bo'lyapti, bu yoqda operatsiya qildim, bunaqa bo'lyapti deb turadi. Endi bir narsani to'g'ri tushunishga o'rtoqlar. Sizni operatsiya qilgan odam sizni holatingizni biladi. Ya'ni operatsiyadan oldingi holatingiz qanaqa edi, operatsiyadan keyingi holat qanaqa. Operatsiya vaqtida qancha to'qima olib tashlandi yoki nima taktika qilindi, uni faqat operatsiya qilgan vrach biladi-da. Masalan, menga bir 3 kun oldin operatsiya qildirib bosh joyda, masalan, mendan maslahat so'rashingiz bu xato. Chunki men bilmayman, taassurotga ega emasman. Sizda operatsiya qanaqa bo'ldi? Ha, to'g'ri, masalan, siz operatsiya nomi bir xil, gemoriy operatsiya bo'lishi mumkin, lekin uni taktikalari, nyuanslari, qanaqa ishlanganligi bu menga qorong'uda. Men uni aniq bilmaganim uchun sizga aniq tavsiya bera olmayman. O'sha tavsiya sifatida aytamanki, siz operatsiya qildirganingizdan keyin albatta siz o'zingizda operatsiya qilgan vrachingiz bilan aloqani yo'qotmang, ya'ni saqlab turing. Hech bo'lmaganda haftada bir marta borib ko'rikdan o'tib turishingiz kerak. Yaralar qanaqa bityapti? Yaralar yiringlab qolmadimi? Yaralarda qanaqadir qo'shimcha to'rayish yoki kengayib ketish, ya'ni o'sha orqani ushlamaslik holatlari kuzatilmayaptimi? Bu narsani nazorat qilib turish kerak, ya'ni vrach. Shunchaki bitta operatsiya qildim, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi degan narsa emas. Yana aytaman, bu operatsiya holati bemorni kasallikdan qutqazish uchun 30% gina yordam beradi. Undan u yog'iga asosiy ish bemorni, demak, keyingi davrlarda o'zini qanaqa tutishi, parvarishlash, og'ir ko'tarmaslik, uzoq o'tirmaslik, gigiyenik toza saqlash, perevazka qilish, mana bu tadbirlar bilan birga kechadi. Bu narsaga, demak, e'tiborli bo'lishimiz kerak. Va yana bir qo'shimcha tavsiyamiz dieta qilib turish. Bemor dieta qilish kerakki, nima achchiq narsa umuman mumkin emas. Oddiy og'zingizda achchiqlik sezdingizmi, bu bo'ladi garimdorimi, piyozmi, chesnokmidi, boshqamidi, umuman olganda achchiqlik sezdingizmi, achchiqda yemang. Ikkinchi dieta qilingan narsa gazli ichimliklar. Kola, Fanta, energetiklar, gazi bor har qanaqa ichimlik. Cho'rtoq bo'ladimi, barjomi bo'ladimi, farqi yo'q. Madanli, qanaqadir foydali suv bo'ladimi, gazi bor har qanaqa ichimlik umuman mumkin emas. Uchinchi narsa, bu yomon odat, endi ko'pchiligimizda bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin, aytib o'tishimiz kerak, bu spirtnoy, alkogol mahsulotlari. Bu ham demak yaradan qon ketib qolishini, yarani bitishini sekinlashtirib, bemorda og'ir holatni kuchaytirib yuborishi mumkin. Va tavsiya qilingan to'rtinchisi bu qovurilgan ovqatlardan uzoqroq turish. Qovurilgan ovqatlar nima? Masalan, tuxumni yog'da qovurib olish mumkin. Kartoshkani yog'da qovurib olish mumkin. Go'shtni, baliqni, shunga o'xshagan prямо yog'da o'zida qovurilib pishadigan ovqatlardan dieta qilib turishimiz kerak. Va bu majburiy emas, lekin yana tavsiya sifatida aytiladi, xamirli va non mahsulotlaridan uzoqroq turish kerak. Nimaga? Chunki xamirli mahsulotlar, non mahsulotlar bu ichakda birinchidan hazm bo'lish sekin, ikkinchidan ichakda axlat hosil bo'lgan vaqtda axlatni qotirib qo'yish xususiyati bor. O'sha mahsul ichi qotib qolsa og'riq kuchayib ketadi va og'riq kuchayib ketganda bemorni qiynab qo'yishini hisobga olib bemorlarga tavsiya beriladiki, xamirli mahsulotlar, non mahsulotlarini imkon qadar 10-14 kungacha yemay turish tavsiya beriladi. Bu ham bir qo'shimcha tavsiya. Demak, yana bir qo'shimcha tavsiyalardan biri, ya'ni ko'pchilik noto'g'ri o'ylashadi. Bu nima? Ya'ni bemor operatsiya o'tkazgandan keyin men o'sha uyda yotishim kerak, ko'rpa to'shak qilib, menga teginmaylar, men kasalman deydi. Inson organizmi uxlagan payti, yotgan payti dam oladi, to'g'rimi? Shu qatori ichaklar ham ishlash faoliyatini sekinlashtiradi. Ya'ni, masalan, siz kechqurun uxlagan paytingiz kamdan kam odam deylik, masalan, 9 da uxladingizda, soat 2 da turib katta hojatga chiqmaysiz. Kamdan kam holatda. Sababi nima? Chunki inson uxlagan payti, dam olgan paytda ichaklar ham dam oladi, sekinlashadi ish faoliyati. Endi kun davomida yotadigan bo'lsangiz, operatsiya o'tkazasiz, kun davomida yotadigan bo'lsangiz, bunda o'sha holat, ya'ni ichaklar ham to'xtaydi, ish faoliyatini dam oladi, sekinlashtiradi. Natijada axlat shakllanishi sekinlashadi va axlat qancha ichakda turgan sari bu ichak funksiyasi nima? Ichak bir funksiyalardan biri axlatni tarkibidagi o'sha hosil bo'lgan eng oxirgi mahsulotlarning tarkibidagi suvni surish xususiyati bor. Natijada axlat qotib qolishni boshlaydi, axlat chiqish sekinlashni boshlaydi, hojatga borgandan keyin bemor qiynalishni boshlaydi. Shuning uchun nima qilinadi? Bemorlar operatsiyadan keyin ertasi kundan boshlab bemorga tur, yur, harakat qil.
tush, pastga tush, aylan, ko'chaga chiq, boshqa qil deb tavsiya beriladi. Hadeb yotish bu ichki qotishiga sabab bo'ladi va natijada ichki qotsa o'sha og'riqlar kuchayib ketishi mumkin. Umumiy gapirmoqchi bo'lgan tavsiyalarim shundan iborat. Yana bir qator videoni boshidan ko'rib chiqishni tavsiya beraman. Bu yerda sanab o'tilgan tavsiyalarni mana shu aytganimdek to'g'ri qilib borsangiz, ertaga jarohat sohasini yaxshi bitishi, bemorning holati yaxshi bo'lishi, tezroq oyoqqa turishini ta'minlab beradi. Shu o'rinda bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Qachon bemorlar operatsiya o'tkazgandan keyin vrachga murojaat qilish kerak, ya'ni shoshilinch ravishda. Bu nima? Agar og'riq haddan ziyod kuchayib ketadigan bo'lsa, og'riq vani chekisiz ham qolmadi, mazni ichkariga qo'ydiz ham qolmadi, dori ichsiz ham qolmadi, og'riq haddan ziyod kuchayib boryapti. Ikkinchisi, hojatga kirganda qonash bor. Qonash qanaqa? Bu qog'ozda yoki axlat bilan birga kam miqdorda laxta qonlar chiqishi emas. Bu hojatga borganingizda xuddi tomchilab, shprisa sepgandek обильный ko'p miqdorda qonash bo'lib ketadigan bo'lsa. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, orqada yiringli ajralmalar, shilliqlar kelishni boshlasa ko'p miqdorda yoki bemorning temperaturasi har kuni kunlik ravishda chiqib boryapti, to'xtamayapti. Luqullovchi og'riq paydo bo'lib qoldi. Bunaqa holatlarda bemor operatsiyadan shunaqa bo'ladi o'zi deyish kerak emas. Operatsiya qilgan vrachga zudlik bilan ko'rinish kerak, uni konsultatsiyasini olish kerak. Sababi sizda yo yara yiringlab qolgan bo'lishi mumkin yoki o'sha misol gemoriya bo'ladigan bo'lsa, gemoriya tugullarini qaysidir qo'yilgan iplari qochib ketgan, ko'chib ketgan bo'lishi mumkin, tomir ochilib qolgan bo'lishi mumkin yoki vaspolina boshlanayotgandir. Qisqasi, bu vaziyatlarda bemor zudlik bilan vrachga ko'rinish tavsiya beriladi. Umumiy gapirmoqchi bo'lgan gaplarim yana bir marta shundan iborat. Albatta o'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatishda davom eting, bizni qo'llab-quvvatlang va siz uchun kerakli, foydali kontentlar chiqarishda biz davom etamiz. Charchamayasizlar.